Bu videoda tashkilot blankasini onlayn Word yordamida qanaqa yaratish kerakligini hamma holatlarini ko'rib chiqamiz. Har bitta tashkilotning o'zini stili bor. Asosan demak gerb bo'ladi blankada va uni tagida o'sha tashkilot nomi yozilgan bo'ladi. Oldin o'sha versiyani qanaqa qilinishini ko'ramiz. Bu uchun demak biz oldingi videoda ko'rganmiz ro'yxatdan o'tishni. Endi biz ro'yxatdan o'tdik. Endi biz shablon yaratishni boshlaymiz. Ya'ni firmenniy blankani yaratishni boshlaymiz. Demak, bu uchun mana sozdать пустой dokument degan tugmani bosamiz. Bo'sh hujjat yaratish. Ichi top-toza bo'ladi. Bizga mana bo'sh hujjat ochildi. Endi biz nima qilamiz? Demak, yaratishni boshlaymiz. Endi oldin biz nastroyka qilib olamiz. Demak, mana bu joyda shrift belgilanadi mana. Tozalaymizda Times New Roman bo'lishi kerak. Times New Roman. E'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan joyi hech qayerdan hech qanaqa narsani ya'ni matn jihatdan aytyapman. Copyright qilib bu yerga вставить qilish mumkin emas. Qo'lda terish kerak bo'ladi hammasini. Demak, Times New Roman qildik va shriftini 14 qilamiz. Mana. Endi yana bitta qilinishi shart bo'lgan narsa bu maket, ya'ni mana bu stranitsani maketini to'g'rilashimiz kerak. Tepadan qancha joy qoladi, ikkita yondan qancha joy qoladi, pastdan qancha joy qoladi, o'shani to'g'ri qilib sozlab qo'yishimiz kerak. Bu uchun demak mana bu yerda maket degan menyu bor, mana maket va polya degani bor. Polyada обычный, узкий, средний, широкий по умолчанию degani bor ekan. Keyin настраиваемый, ya'ni bu sozlanadigan, ya'ni o'zimiz sozlasak bo'ladi. Tepadan sverxu qancha? Tepa va pastdan yarim santimetr joy tashlaymiz. Yarim santimetr bizga yetadi. Demak 0.5 hozir sleva, bu sleva, ya'ni chapdan ekan. Chapdan 2,5 santimetr qolgani to'g'ri bo'ladi. Mana 2,50 bunga tegmayman. Snizudan ham 0.5 qilaman. Okay. Demak. Mana. Endi bizlarga gerb kerak. Gerb O'zbekiston deb yozsak, demak chiqib keladi. Wikipediadan olsak bo'ladi buni. Mana shu fayl, ya'ni PNG deganimiz buni orqa foni yo'q. Shu rasmni demak copy image qildim. Men buni mana bu URL manzilini videoni tagida qo'yib qo'yaman. Videodan topib olishingiz mumkin. Demak, brauzerda sichqonchaning o'ng tarafini bosib, ruschada copyright kartinku degani bo'ladi. O'shani bosamiz mana. Copy image inglizchada. Endi mana shu yerga joylaymiz mana. Command V macOSda, bu Control V Windowsda. Windowsda Control V qilamiz, joylanadi. Endi buni razmeri katta ekan, buni razmerini kichraytiramiz. Taxminan mana shundoq bo'ldi. Yana ozroq kichraytirishimiz mumkin. Keyin bu gerbimizni biz markazga joylashimiz uchun Ctrl Y tugmalarini bosamiz, mana markazga joylanadi. Yokida glavniyda mana uni bossak ham bo'ladi mana. Mana o'zi tekstlaydigan. Endi matn yozishimiz kerak. Pastdan matn yozamiz. Demak, buni Times New Roman qilamiz. 14 qilamiz va жирный bo'ladi blankadagi matnimiz. Demak, katta harflar bilan yoziladi asosan. O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar. Pastga tushmoqchi bo'lsak, misol uchun enter bilan tushmaymiz.
Chunki enter bilan tushirsa bu katta joy tashlaveradi. Shift enter bilan tushsak keyingi qatorga tushadi. Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi falon nomli tashkilot deb qo'ydik. Bo'ldi, mana bu saqlanib bo'ldi. Endi buni qanaqa skachat qilamiz deyilishi mumkin. Skachat qilish uchun demak biz oldin nomini o'zgartirib olamiz. Demak, falon tashkilot rasmiy blankasi deb enterni bosamiz. Buni nomi o'zgardi endi. Faylning nomi o'zgardi. Keyin fayl menyusini bosamiz mana va mana bu joyda создать копию. Mana shu joyda создать копию qilib skachat копию degan opsiyani tanlaymiz mana. Buni osdik. Keyin mana skachat копию qilamiz. Hop, ozroq kutish kerak bo'ladi. Bu o'zi mana skachat qildi yoki mana bu joyda Word fayl ochilishi ham mumkin. Keyin yonida skachat degan tugmasi bo'ladi. Endi bu joyi unchalik qiyin emas. Mana skachat bo'ldi. Bu endi downloads degan papkaga tushadi. Endi hozir qayerdan endi shablonni almashtiramiz, ya'ni rasmiy blankani qayerdan almashtiramiz deyilsa, demak, sozlamalar degan menyu bor va mana shu joyda rasmiy blanka degan joy bor, menyu bor. Bu bo'limga kirib, rasmiy blankani oldin o'chiramiz. Ya'ni tashkilotning o'zini hozirgi ishlayotgan rasmiy blankasini o'chiramiz va rasmiy blankani yuklash qilamiz. Va downloads papkasining ichidagi falon tashkilot rasmiy blankasi ni tanlab yuklash qilamiz. Endi buni ochib ko'ramiz. Ya'ni to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, ishonch hosil qilishimiz kerak. Demak, to'g'ri ishlayapti. Ko'rindim. Endi hozirgi nimani holatda men imzolanganda qanaqa ko'rilishini ko'rsataman. Hozirgi yuklagan faylimiz qanaqa tushadi. Uni ham bir tekshirib ko'rishimiz kerak. Xo'p. Misol uchun bizda bu testga yaratilgan hujjat bular hammasi. Mana e'tibor qaratishimiz kerak. Shablon, ya'ni rasmiy blanka to'g'ri tushdi va QR kod ham to'g'ri tushdi mana. O'ngga yoki chapga surilib ketgani yo'q, markazga tekislandi. Mana shunday holat. Endi yana mana unaqa turdagi shablonlar ham bor ekan. Bu Tuproqqal'a tuman 1-sonli ixtisoslashgan maktab. Mana xuddi mana shunaqa versiya qanaqa yaratiladi? Mana unaqa ko'rinishdagi pastki chiziq, ya'ni border, bordyur qanaqa qo'yiladi? Buni ham ko'ramiz. Hech qachon mana shu bordyurni o'zini qanaqadir chiziqcha bilan yoki rasm ko'rinishida joylashtirish mumkin emas. Bu hujjatni buzib qo'yadi. Endi buni qanaqa qilamiz deyilsa, buni jadval bilan qilishimiz kerak. Demak, buning uchun men boshqa shablon, boshqa hujjat yarataman. Создать pustoy dokument qilamiz yana. Va bu tugmani bosdik. Endi o'zi ozroq vaqt o'tib mana ochiladi. Kutish kerak ozroq. Yuklanish vaqti oladi. Xo'p, boyagi sozlamani qilamiz yana. Ya'ni nomini o'zgartirib olaman. Tuproqqal'a 1-son ixtisoslashgan davlat idum deyiladi adashmasam. Bu nom o'zingizga ixtiyoriy qo'yasiz. Rasmiy blanka deb yozaman. Demak, enterni bosamiz. Bo'ldi mana. Endi xo'p, mana shu joyda biza boshlang'ich qiladigan nastroykamiz nima? Bu jadval. Bu ya'ni maket. Maket, ya'ni sahifada tepadan, o'ng, chap va pastdan qancha joy qoladi? O'shani oldin nastroyka qilib olamiz. Demak, maket menyusida настраиваемые поле degani bor. O'shani tanlaymiz va sverxu tepadan 05
снизу 0,5 boshqa so'zlamalari o'sha holatda qolaveradi. Bunga tegmaymiz. Demak 0,5 mana. Xo'p, okey. Endi biza nima qilamiz? Biza vstavka qilamizda tablitsa joylaymiz. Chunki mana qarang. Mana bu joyda chap tarafda gerb bor va o'ngroqda ikkita rus va o'zbek va ingliz tillarida yozuv. Bizaga demak qanaqa, ya'ni ikkita kataklik jadval kerak bo'ladi. Ikkita kataklik jadval qilamiz. Xo'p, buni endi gerb uchun kichkinaroq joy qo'yamiz mana. Mana shuncha joy yetadi adashmasam. Xo'p, endi gerbni boya ko'rsatilgan ko'rinishda copy image address emas, copy image qilib mana shu joyga shundoq joylaymiz. Mana gerbimiz joylandi. Endi bu joyga mana bu katakka Times shriftini o'rnatishimiz kerak. Times deb belgilaymiz. 14 bo'lishi kerak bu joy va jирный bo'lishi kerak. Demak, to'liq matnni qo'lda birma-bir terib chiqishimiz kerak. Tuproq qal'a tumani. Xo'p, endi vaziyatga qaraymiz. Vaziyat bizada hozir bu adashmasam nechi shrift bu? Bunda 11 shrift bilan qilingan ekan. Chunki buni sababi, agar buni 14 shrift bilan qiladigan bo'lsak, bu katta bo'lib ketadi va mana bu shapkani o'zi juda katta bo'lib ketadi. Bizlar ham demak mana shu holatda 11 shrift ishlatsak bo'ladi. Demak, buni 11 shrift qilaman. 11 point bo'ladi. Demak, kattaligi mana 11. Tuproq qala tumani, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi. Maktabgacha va maktab ta'limi, ya'ni tutuq belgisi mana pastga qaragan bo'ladi. Agar o va g degan harflarning ustida bo'lsa, u tepaga qaragan belgi bo'lishi kerak. Buniki 9 mana. Bizga 6 kerak bo'ladi agar. O, masalan, o yozadigan bo'lsak, bitta probel bosib, o'sha mana bu belgini yozadigan tugmani bossak, mana 6 qilib yozadi. Keyin orqadagi probelni o'chirib qo'yamiz, orqaga qaytish qilib. Xo'p, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi. Mana bo'limi 10 ustini yozishimiz kerak mana. Bo'limi. Demak, tasarrufidagi birinchi sonli ayrim fanlar chuqur o'rgatiladigan tasarrufidagi ayrim fanlar chuqur o'rgatiladigan sinflari mavjud. Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori buyrug'i. Sinflari mavjud. Umumiy o'rta ta'lim maktabi deb qo'ysak bo'ladi. Endi misol uchun bu joyda tekislanishini bunaqa qilsak xunuk bo'lar ekan. Mana shunaqa tartibda qolavergani yaxshi ekan. Endi inglizchasini yozib o'tirmaymiz, vaqt ketib qoladi bunga. Shuni o'zini copyright qildim, вставить qildim mana. Mana ikkita. Xo'p. Buni sal kattaroq qilaman va buni ham o'rtaga qilaman. Главное, bu o'rtada turibdi. Mana. Xo'p. Yaxshi. Endi biza umumiy jadvalda faqat tagidan border qoldirishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Общий jadvalni belgilaymiz. Bordersiz ko'rinishga, ya'ni mana buni belgilasak, hamma chiziqlarni olib tashlaydi.
va mana bu joyda mana granitsiy tablitsiy degan joyda faqat pastdan border beradigan varianti bor edi mana. Endi hozir men to'liq jadvalni yana belgilayman. Demak, bu uchun sichqoncha bilan ushlab bunday qilamiz va yana o'sha joyga qaytib stil degan joyida двойная qilsak, hozir xo'p. Hamma joyga qilib yubordi, boshqatdan hozir. Demak, buni tanladik. Oldin bordersiz qildik. Xo'p, hozir sal o'sha border bilan mana bordersiz qildik. Keyin stil двойная qilsak bo'lmadi. Bordersiz qilib border bottom qildik, mana bo'ldi. Ikkitalik bo'ldi shunda. Keyin xohlasak jadvalni sal pastini sal ochib qo'yamiz, mana bo'ldi. Matnni ajratib turadigan bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda blankani yasashimiz kerak. Jadvalli ko'rinishda. Endi buni ham tekshirib ko'ramiz hozir. Demak, men buni yuklab olaman. Создать копию, скачать. Ana skachaytni bosdim. Skachayt. Xo'p, ozroq kutamiz. Bunaqa ko'rinishda ochildi. Endi o'zi yuklab yubordi avtomatik. Ba'zi holatda o'zi avtomatik yuklab yuboradi, bo'lmasa skachat tugmasini bosib yuborish kerak bo'ladi. Xo'p, endi biza mana shu tashkilotni nimasini almashtirmaymiz. O'zimizni testiy tashkilotimizda ishlaymiz. Xo'p, bu demak rasmiy blanket menyusiga o'tamiz. Buni o'chiramiz va rasmiy blankani yuklash qilib tuproq qala tuman 1-son ixtisoslashgan maktab. Yukladik. Endi sinab ko'ramiz. QR kod qo'yib sinab ko'rishimiz mumkin. Imzolab olishimiz shart emas. Xo'p. Sal vaqt oldi. Bitta refresh qilib o'ramiz, sahifani yangilab o'ramiz. Boshqatdan sinab ko'ramiz. Mana. Demak, bizda shapkamiz ham to'g'ri joylashdi. Mana tashkilot rasmiy blankasi to'g'ri joylashdi. Shuningdek, e'tibor berishimiz kerak, mana QR kod ham o'ngga yoki chapga surilib ketgani yo'q. Hammasi joyida turibdi. Endi 3-holat bor. 3-holat u qanaqa desak, 3-holatda o'rtada gerb bo'ladi va ikki chekkada yozuv bo'ladi. Ruscha, o'zbekcha yoki inglizcha versiyasi. Demak, bu holatni ham qanday qilinishini ko'rib o'tamiz. Demak, vstavka menyusida tablitsa qilamiz yana. Bu safar 3talik tablitsa qilamiz. Endi mana shu joyga gerb uchun sal kichkinaroq joy qoldiramiz. Taxminan mana shuncha qilsak yetadi. Gerbni joylashtiramiz. Xuddi shu ko'rinishda kopировать kартинку. Mana shu joyga qo'yib, mana gerb. Bu hozir copy image address qilib qo'yibmiz. Copy image'ni o'zini qilish kerak edi. Demak, o'chirdik. Demak, hozir buni o'chiraman-da, mana shu yerga joylayman. Gerbni. Gerbimiz tushdi. Endi bu joyga holatga qarab, agar yozuv juda katta bo'lsa, 12 shrift, 11 shrift qilishimiz mumkin. Yozuv kichkina bo'lsa, 14 shrift va jирный qilsak bo'ladi. Demak, tepada agar mana bunaqa joy qolib ketadigan bo'lsa, bu shablonda tushirib yuboradi. Demak, mana bu joydagi font size'ni kichkina qilib qo'yamiz. Shunda jadval ham sal tepaga ko'tariladi. Endi misol uchun
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli birinchi sonli ixtisoslashgan, misol uchun maktab deymiz, maktab. Buni demak jирный qilamiz. Glavnayada mana oldin Times New Roman qo'yib olamiz. Jирный qo'yib olamiz va markazga tekislaymiz. Xo'p, endi bu tarafda xuddi shuni inglizcha versiyasi ham bo'lishi mumkin. Men hozir inglizchasini yozib o'tirmayman. Joyladik. Buni ham xuddi o'shanaqa stilda, demak o'rtaga joylangan. Buni ham o'rtaga qilamiz. Mana. Demak, pastdagi joy qolib ketgan bo'lsa, uni o'chirib yuboramiz va jadvalni chegaralarini, chiziqlarini olib tashlaymiz mana. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi buni skachat qilamiz yana boyagi ko'rinishda. Export emas, создать копию, скачать копию qilamiz. Планируйте позицию вместе скачать. Скачать копию qildik. Mana. Endi buni skachat qilamiz. Demak, nomi oxirida 1 degan yozuv qo'shilib yuklandi. Endi testli tashkilotimizda buni sinab ko'ramiz. Hop, rasmiy blankani o'chirish, rasmiy blanka yuklash qilamiz va 1 degan yozuv bilan tushgandi bizning yangi shablonimiz, yangi blankamiz. Va endi buni imzolash qilib sinab ko'ramiz. QR kod qo'yishni bosdim. Hop. Yangilab olamiz. Hop, internet sal sekin ishlayotgani uchun blanka qo'yish vaqti cho'zildi. Mana internet yaxshilanib ketdi. Endi mana ko'rishingiz mumkin, blanka joyiga tushdi, hammasi yaxshi va QR kod ham tekis o'rtada turibdi. Yo chapga yo o'ngga surilib ketgani yo'q. Endi hozir mana e'tibor bersak, sal shriftlari katta. Mayli, katta bo'lsa ham ziyon yo'q. Endi rasmiy blankaga kirib, boyagi joyda ko'rish deganni bosib, to'g'rilaversak ham bo'ladi. Mana ijro ofis bir o'zida. Mana uni shriftini hozir 12 ekan, buni 11 qilib yuborsak, keyin mana jadvalni sal tepaga ko'taramiz, chizig'ini. Yana ozroq ko'tarsak bo'ldi mana. Xo'p. Saqlanib qilamiz. Boyagi joyga qaytib endi sinab ko'ramiz. Hammasi imzolashda QR kod qo'yish. Mana. Endi shriftlari ham uncha katta emas, hammasi yaxshi ko'rinishda. Demak, ko'rsatilgan tartibda tashkilotlardagi shablonlarni mana shunaqa Word, onlayn Word bilan ishlab, to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi.